ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى 16 dekabr پەيشەنبە كۈنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئاخىرقى لايىھەسىنى ماقۇللىدى. سەيشەنبە كۈنى bu qonun لايىھەسى ئاۋام پالاتاسىدا ماقۇللانغان بولۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش uchun ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئىشلەپ چىقىرىلغان بارلىق تاۋارلارنى چەكلەش مەقسەت قىلىنغان. مەزكۇر قانۇن لايىھەسى پىرېزىدېنت ترامپنىڭ تەستىقلىشىغا تاپشۇرۇلغان بولۇپ، ھۆكۈمىتى كۆپ قېتىم bu خىتاينىڭ قىلمىشىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئاتىدى. ئاخىرقى bayonotçisi Jin Pisaki o'zlarining Yevropadagi ittifoqdoshlari va sheriklari bilan Rossiyaning Amerika va Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga yo'llagan bexatarlik takliflarini muzokara qilganligini bayon qilib mundaq dedi. Biz Yevropaning bexatarligini asos qilgan asosiy prinsiplarda hech qanday yo'l qo'ymaymiz. Cuma günü İstanbul'daki Xitay Baş Konsulxanası aldıda Xitayning islom dinini xitaylashtirish siyosati va kelime tavhidga qilgan haqoratiga qarshi norozilik namoyishi va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Şərqi Türkistan Ölümalar Birligi Şərqi Türkistan xalqiga vakolatan Xitayning atalmış islom dinini xitaylashtirish, kommunizmga moslashtirish qatorliq terror siyosati va kelime tavhid, Qur'on oyatlariga haqorat qilish qilmishiga qarshi turkcha, arabcha ve İngilizce 3 xil tilda norozilik bayonot e'lon qildi. Fransiya Yevropa İttifaqı komitetidan Fransiya beliqchilarining Angliya dengiz tavalligida beliq tutish ijozatnomasi berilmaganligi sababli Angliyaga qarata qonuniy harakat qilinishini talab qiladiganligini bildirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Elisi sarayida fransiyalik beliqchilar bilan ko'rishib, ijozatnomadagi eng yangi ahvolni muzokara qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi rasmiy ziyorati jarayonida prezident Moon Jae-in bilan ko'rishdi hamda taraflar o'rtasidagi hamkorlik masalasini muzokara qildi. Moon Jae-in kelar yili ikki taraflik diplomatik munosabatning 30 yilligini tabriklaydiganligini eskartib, o'zlarining yangi yilda ikki davlat munosabatida yangi sahifa ochadiganligini ta'kidladi. Rossiya ijtimoiy aloqa shirkatlarini talab qilingan cheklangan mazmunlarni o'chirmaganligi uchun davomli jazoladi. Twitter va TikTok'ga berilgan jazodan keyin Facebook'ga jarimani qo'yildi. Egilanishicha, Facebook Rossiyaning uchur texnikasi qonuniga xiloflik qilganligi uchun ayrim 3 deloda 13 million rubl jarimani qo'yilgan. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissarlığı 16 dekabr Marakeş dairələrinin İdris Həsənni Xitayga qaytırış qararı çıxarğanlığı haqida bayanat e'lon qildi. Bayanatda aytilishicha 4 nafar kishilik huquq mutaxassisi Marakeş dairələrini İdris Həsənni Xitayga qaytarmaslikka chaqirdi. Ular İdris Həsənning Xitayga o'tkazib berilsa, qamab qo'yilish, g'oyib bo'lish, xo'rlanish, tan jazosiga uchrash yoki og'ir jazolanish xavfi borligini ta'kidladi.